Qo'qonda kitobsevar va kibersavodli yoshlar e'tirof etildi. Qo'qon shahridagi Yoshlar bog'ida Farg'ona viloyati umumta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan Kitobxonlik va kibersavodxonlik festivalining viloyat bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tantanali tadbirda turli yo'nalishlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilarga diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Mazkur festival yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, mutolaaga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, axborot texnologiyalaridan to'g'ri va xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida tashkil etildi. Ushbu bugungi o'tkaziladigan tadbir viloyatimizdagi barcha tuman shaharlarda umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi kutubxonachilar, o'quvchi yoshlar, ijodkor bolalar qamrab olingan holatda kitobxonlikka qiziqtirish, ularni intellektual rivojlantirishni baholash hamda ularni rag'batlantirishga qaratilgan. Ushbu tanlov Respublika kelajak markazi tashabbusi bilan viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi bilan hamkorlikda viloyat bolalar kutubxonasi bilan birga o'tkazildi. Festival tuman va shahar bosqichlarida 25 ming nafarga yaqin o'quvchini qamrab oldi. Viloyat bosqichi 5 ta yo'nalish: eng kitobxon maktab, eng faol kitobxon o'quvchi, ijodkor bolalar, eng faol kutubxonachi hamda yosh kiber himoyachi tanlovlari bo'yicha o'tkazildi. Unda 145 nafardan ortiq ishtirokchi qatnashchilar ishtirok etdilar. Taqdirlash marosimi yoshlarning bilimga intilishi, kitobxonlikka muhabbati va raqamli savodxonligini yanada rag'batlantirishga xizmat qildi. Albatta kutgan edim, chunki she'r yozishni yaxshi ko'raman va avvaldan she'r yozib kelaman. Xudo xolasa bu boshlanishi, bundan keyin bundanda yuqori marralarga erishishni kutib qolaman. Albatta inson mana shunday yutuqlarga erishishi uchun qat'iyat, sabr va tirishqoqlik kabi nimalarga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Tadbir ishtirokchilari uchun unutilmas bayramona muhit yaratilib, ularning erishgan yutuqlari munosib e'tirof etildi. Ulug'bek Norboyev, Dilnozaxon Abdullayev va Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun